Assalomu alaykum, hammomizlar. Bugun kun hikmati bilan o'rlashmoqchiman. Hayotimizda yaxshigina o'zgarishga sababchi bo'lgan voqea. Ulamolarni ziyorat qilishni juda yaxshi ko'ramiz. Marg'ilonda Rahmatulloh Xordada degan ajoyib bir inson bor, juda fayzlik, yuzlari nurlik. Shu ustoz majoziy bir hikoya aytib berganlar. Shuni ilinyapman hozir. Bir chekka qishloqda chol kampir yashar ekan. Ularni qishloqda hovuz bor ekan, ko'l. Endi biz ham qishloqlarda yashaymiz. Ko'pchilik viloyatda yashaydiganlar biladi. Shu hammani qishloqda bir katta hovuz bor. Mol ham suv ichaveradi undan. Odamlar kiram yuvib qo'yaveradi. Bolachalar cho'miladi. Bir chekkalari ham yashil bo'lib qurbaqqalar yurgan bo'ladi. Xullas bir kuni onaxonga aytibdi. Xotin, mana shu Xudo bizga zab bir ne'mat berganda, mana ko'limizni qarab, bu suvimiz bay buni ichamiz, bir shirin. Shu bir podshomiz mana shunaqa bir suvni hech umrida tatib ko'rganmikan? Birinchi niyat qilaman, oboraman deb bir borsam dedi. Nima qilasiz? Shu Xudoning mana shunaqa ne'matlari borligini bilsin u ham deb qo'ying deganiga qaramasdan bitta ko'zani opdi. To'ldiribdi. Ustini ali teri bilan yopibdi. Shundoq eshagiga o'tiribdi-da, saroy tomon yo'lga tushdi. Bir haftada kelganmi? Ham yo'lni, ham issiqni, ham mech, ham ali terini hisobiga suvni bo'lar bo'lgan. Kelib endi shayt darvozani taqillatar ekan, ular qo'ymaydi, soqchilar. Yo'l bo'lsin, ham hadiyam bor. Boshni xavotirmang. Endi ketmabdi, juda qat'iyatli ekan. Qat'iyatli odamga baribir e'tibor qilinadi-da. Podsho bir ko'rib qopti-da, kim u desa, bir qo'ying, e'tibor qilmang, nima qilyapti? Chekka qishloqdan kelibdi. Bir hadiya beraman deb. Ha, qo'yib yuboringlar debdi. Nima o'ylayapti deydi, xuddi shunga o'xshab. Nima o'ylayapti deganda. Keyin kiribdi. Kirsa, podshohim, men sizga bir hadiya olib kelganman. Ha, qanaqa hadiya? Endi qator saroy to'la vazirlar, endi zodagonlar, aristokratlar, podsho o'rtada turibdi. Qanaqa hadiya desa, podshohim shu desangiz, biz tomonda bir ajoyib ko'l bor. Biz undan ichamiz, mollarimiz ham ichadi, bolalarimiz cho'miladi, kirlar ham yuvib qo'yaveramiz. Lekin shu suvi bir shirin, bir chiroylik, bir zilol, o'sha suvdan siz ham shu hech mana shunaqa suvlar borligini bilasizmi yo'qmi? Shu ne'matdan bir ne'matlaring deb olib keldim debdi. Keyin podsho, vazirlar hayron. Endi podsho hadiya berayotganda nuqsonli bo'lsa ham sovg'a aytmas kerak. Nemislar bir maqol bor. Über den Geschenk nicht diskutiert deydi. Sovg'a ustida bahs yuritilmaydi deydi. Juda haqir bo'lsa ham maqtab olinadi o'zasi. Odob, etiket butun dunyoda insoniyat tarixida bir xil bo'lib kelgan. Podsho juda farosatli ekan. Qani desa, haligi olib turib ustidagi terisini ochib, ko'zani mana shundoq tutgan ekan podshoga. Endi suv shu qadar aynib sasib ketgan ekan, butun saroyda haligini hidi urib ketibdi-da. Vazirlar burnini berkitib pishir qilib, bu tomi ketganmi, nima podshoga shunaqa narsa olib keladimi? Shunday ustidan kulishib, g'alati gaplar qilib turganda podsho bunday qarab, bay. Biz umrimiz bino bo'lib bunaqa bir xushbo'y, xushtam, bunaqa bir toza suv ko'rmaganmiz. Mashalloh, tez ustini bekitingizlar dedi. Tag'in bu hozir vazirlarimiz o'rtasida talash bo'lib ichib o'zimizga qolmay qolmasin. Biz buni hozir olib, chiroyli qilib o'rab, eng ishonchli joyimizga tokchamizni qo'yib qo'yamizki, har kuni oz-ozdan ichib turishlik uchun. Ya'ni bunday bir go'zal ne'matni, bu zilol suvni bizga ilinganingiz uchun ming tashakkurlar bo'lsin sizga. Bu hazratimiz endi uzoq safardan kelgan, yaxshilab yuvintirib, hammomni ko'rsatib, yaxshilab tozalab, poklab, chiroyli liboslar kiydirib, boshini u yoqqa bu yoqqa qilmasdan, ya'ni saroyda u yoqqa bu yoqqa vaqtini ketkazib aylantirmasdan, chiroyli qilib kiyintirib, sovg'a salom hadiyalar berib, kuzatib qo'yingizlar debdi. Endi xuddi haligi mehmon shundoq kiyintirib, chiroyli qilib yuvintirib, tozalab chiqarib ketishsa, ko'z tushadi baribir derazadan bu yog'iga. O'zi asli derazani bu yog'ida podshoning shunaqangi zilol anhorlari bor ekan, shunday
oppoq oqayotgan daryolari bor ekan. Uni oldida bu olib kelgan nima edi? Suv hech narsa bo'lmay qolar ekanda. Ya'ni chiroyli kuzatib qo'yishgandan keyingi umumiy xulosa nima? Bu o'sha samimiy kelgan odam bor-ku, o'shani qiyosi aslida biz o'zimiz. Podsho olamlari podshosi. Biz olib kelgan ko'zadagi suv bu dunyoda biz amal qilib keldik degan amalimiz. Ya'ni bir inson bir amal qilar ekan hayoti davomida shu podshoni oldiga, oliy mahkamaga olib borar ekan. Bu amalni hali dunyoda hech kim qilmagan bo'lsa kerak deb olib boradi o'zicha. Endi u riyo bilan qilganmi, ixlossizlik bilan qilganmi, niyati raso va hokazo endi o'ziga ma'lum. Ya'ni amal-ku qabul qilishga arzimaydigan. Shunday raso va sassiq. Podsho unga muhtojlik joyi ham yo'q. Muhtojlik joyi ham yo'q. Lekin qanaqa bo'lsa ham amali, bu yerda hokisorlik bilan, tavozi bilan, kamtarinlik bilan, eng muhimi ixlos bilan kelgani, muhabbat bilan kelgani va qalbidagi soflik, samimiyat uni haqiqiy boyligi edi. Podshoni iltifoti, mag'firatiga sababchi bo'lgan eng asosiy narsa shu edi. Keladi, biz ham shumiz, holimiz eng rasvo jirkanch amallarni amal deb boramiz bir kuni. Xudoy taolo iloyim amalimizni holatiga qaramasin, chunki unga muhtoj emas. Niyatimizni sofligiga, samimiyatimizga qarasin, ixlosimiz olib qo'ymasin. Va u podshoki bu samimiyatni hisobidan o'sha safar alomatlari bo'lgan kirlarimiz, badanlarimizga yopishgan nuqsonlarimizni poklab, tozalab, chiroyli liboslarda kiygizib, bir kun jannatga kirgizadigan umidimiz bor. Hammamizga shu go'zal oqibat nasib etsin. Salomat bo'lasiz. Rahmat.